Assalomu alaykum ardoqli yozuvchilar. Bugun yana jonli 6 kun. Bugungi mavzu davlatning 3-ustuni haqida bo'ladi. Esingizda bo'lsa 2021-22 yilgi fakt va fikrda qilgan 100 ta ko'rsatuvim doirasida davlatning ustunlari, asosiy ustunlari nima? Mana shu mavzuni muhokama qilganmiz. Ana shunda 3-ustun davlatning davlat qurgan xalqning umumiy maqsadlari bo'lishi kerak deganman. Bugun mana shu 3-ustun to'g'risida gaplashamiz va kelajak borasida bizni quradigan o'zimizni kelajagimiz borasida quradigan rejalarimiz haqida bizda aniq loyiha bormi, yo'qmi? Bu ham juda ham muhimligi to'g'risida bugun gaplashamiz. Mavzuga o'tishdan oldin shu hafta ortimizdagi 7 kun davomida bo'lib o'tgan muhim voqealarga to'xtalaman. Birinchi navbatda mana O'zbekiston milliy terma jamoasi, futbol bo'yicha milliy terma jamoasi Eronni yutishi kerak edi. O'zini maydonida, ayniqsa ikkinchi bo'limda bir kishi ko'p bo'ldik biz. Eron bir kishi kam bo'lib qoldi. 10 kishini, lekin qolgan 40 daqiqacha, 35 daqiqa ichida biz gol urolmadik. Hattoki o'zimizga ham gol o'tkazib yuborishimiz mumkin edi. Yaxshiyamki hakam O'zbekiston terma jamoasining foydasiga penaltini bekor qildi. Ochiqchani aytsam, menimcha nima deydi? Futbol qoidalaridan ham ko'ra O'zbekistonni foydasi uchun penaltini bekor qildi deb hisoblayman. Chunki haqiqatan ham qo'liga tekkan edi, lekin yaqin masofadan tegsa o'sha 11 metrlik belgilanmaydi ekan, qo'li badaniga yaqin tursa deb. Lekin umumiyatla olganda terma jamoada o'yin yo'q. Ko'rib turibsiz, hujumkorlik yo'q. Darvozaga nima deydi? Darvozani nishonga olish, unga tepish niyatlari avvalam bo'lmagan, bu o'yinda umuman yo'q. Endi buni murabbiy yo'qligi bilan izohlashyapti. Murabbiy yo'q terma jamoada, kasal deb. Bu necha o'yindan beri terma jamoani o'yinlarini qoldiryapti-da, sog'ligi bois Katanes. Shunaqa kasal ekan, boshqara olmas ekan. Unga ijozat berish kerak, boshqa murabbiy topish kerak. U yutqizmayapti necha o'yindan beri. Durang o'ynayapti, yutyapti, yutqizmayapti. Lekin murabbiy degan O'zbekistonning terma jamoasini boshqarayotgan bo'lsa, O'zbekiston chempionatini kuzatishi kerak. U yerda bo'lishi kerak. Faqat legionerlarni kuzatib, legionerlarni internetdan ko'rib olavermasdan. Terma jamoaga O'zbekistonda bo'lmagandan keyin boshqa Neftchi, misol uchun Lokomotiv, Dinamo Samarqand kuzatmaydi ular. Nima keragi bor bizga? Kasal odamni u har nimada Sloveniyada o'tirib boshqarib o'tiribdi deydi o'yinni. Bu federatsiyaning ishi. Bizning federatsiya bilasizku, oxirigacha bitta murabbiyga yopishsa o'shani olib o'tiradi. Babayanni bir vaqtlari shu qancha Xitoylarga yutqizib bergandan keyin ham olishni talab qilganda Mirabror Usmonov rahmatli olmagan edi. Bularni bir yodlab olgan maqoli bor. Kechuvda otlarni almashilmaydi deydi. O'rislarning maqolida bu. Koney na piravi не меняют. Bu o'ynatmayotgan bo'lsa, oxirigacha razval qilishiga qo'yib berib o'tirilmaydi-ku. Mana qaysi necha o'yindan beri Katanes O'zbekiston terma jamoasini boshqarmayapti. Kasal, yurtida deydi. Yo'q, masalan 6 oy bo'lmadi O'zbekistonda. Terma jamoaga faqat o'zini o'sha o'ynasa o'ynolmasa tushiradigan o'zini lyubimchiklari bor, shularni tushiradi. Misol uchun eng lyubimchiki Jaloliddin Masharipov, Xorazmlik. U o'yna oladimi, o'yna olmaydimi? Oyog'i chuqloq bo'lib qolsa ham, bir oyog'ini amputatsiya qilsalar ham shu futbolchini, men garantiya beraman, hassada bo'lsa ham o'ynatadi shuni Katanes. Nimaga? Lyubimchi. Uni pozitsiyasida Abbos Fayzullayev 1000 marta yaxshi o'ynaydi, lekin uni tushirmaydi. Nimaga? U ne lyubimchi. Rossiya chempionatini o'sha kichkina yigitcha yondiryapti. Har yo
Golli pas uzatadi yoki o'zi gol uryapti. Lekin shunda ham shuni tushirmaydi. Bu safar bu boshlang'ich tarkibda tushdi, lekin o'yinning yarmidan olib tashladi. Jaloliddinni olib tashlaydimikan desam, yo'q, u yaxshi o'ynayotgan Abbos Fayzullayevni olib tashlayapti. Ya'ni bu chempionat keyingi jahon chempionatiga chiqish uchun bizaga shans katta deyapmiz-ku. Mana ko'rasizlar. Har qanday ilojini qilib mana shu chempionatdan ham chiqolmay qolib ketadilar. Chiqadiganlarga o'yinni sotib chiqib ketadilar. Bahonasi tayyor. Katanich qildi shuni deydi. Shuning uchun olmay o'tiradilar uni. Oxirigacha olmaydilar, ko'rasiz. Katanich rasvo qildi deb qo'yaveradi, lekin o'yinni o'zlari sotadi. Chempionatga putyovkani o'zlari sotadi. Kerakli jamoalar. Nima uchun o'yin chempionat, jahon chempionatiga chiqishni xohlamaydilar? Eskidan fikr qolgan Karimov davridan. Jahon chempionatiga chiqsak, biz u yerdagi kuchli jamoalarga 10-0, 20-0 ga yutqizamizda, keyin O'zbekistonni ham janob prezident sizni ham sharmanda qilib qo'yadi futbolchilar. Undan ko'ra chiqmay shu yerda qolaveraylik deb ko'ndirganlar. Almatov paytida shuni singdirganlar Karimov kallasiga. Karimov xudbin edi-ku. Men sharmanda bo'lsam bo'lmaydi. Davay oxirigacha borsin-da chiqmasin. Shuning uchun bizaniki 30 yil davomida finalni qismga boradi, yo bir gol yetishmaydi, yo bir yarimta bir pas yetishmaydi. Nimadir bo'lib qolib ketadi, ko'ryapsizmi? Ana shu fikr bor bizlarning kallasida. Jahon chempionatiga chiqsa 10-0 yutqizib sharmanda bo'ladi. Hali bor shu. Endi Katanishni olib kelib qo'ydilar. Aybdor shu bo'ladi. Aybdor u bo'lmaydi, aybdor federatsiya bo'ladi. Federatsiya Odil Ahmedov keladimi, Ravshan Ermetov keladimi, boshqasi keladimi, farqi yo'q. Oxirgi pallada ko'rasizlar, jahon chempionatiga chiqa olmaydi. Mana men 1 yil oldin aytayapman sizlarga. O'zbekiston terma jamoasi chiqa olmaydi emas, chiqqisi kelmaydi o'zi. Ana shunga olib boryaptilar. Asta-asta tayyorlaydi, odamlarning fikrini tayyorlayapti. Kecha Masharip kelib muxlislarning oldiga kelganda baqiribdi bir ikkitalar, yo'qoldi. Ular bilan o'chakishib o'tiribdi. Nimaga o'chakishasan? O'yiningni ko'r o'zingni. O'yiningni ko'r. Yaqin masofadan osmonga tepib boryapti, yiqib oyoqda tura olmay. To'pni oladi, Masharipni qarang. Hamma futbolchi, dunyoda rivojlangan futbolchilar, zo'r futbolchilar oldi 1-2 kasaniyada oldinga tashlaydi, pas beradi, o'zi yuguradi. Bizni Masharipov 10 ta kasaniya qiladi to'pga. Bu qanot chizig'idan narigi bokovoy chiziqqa yuguradi. Paperishni, ya darvozaga bunaqasiga yuguradi-da. Ko'ndalanga yuguradi. O'yinini ko'ringlar-da. Paslarni Paperishni pobeg qiladi. O Babayan aytadi. Nima uchun Masharipni qo'ymaysiz deb biz so'raganda, sizlar uni o'yinini qaranglar-da, oldinga yurmaydi-da, Paperishni yuguradi. Shuning uchun qo'ymaymiz dedi. Mana shu kasalligi hali bor. Kecha bir qozoq nimasini ko'rsam aytayaptiki, Masharipov dedi, Ronaldoga 7-nomerini berdi dedi. Ronaldo oldi-da dedi. Masharipov o'ynay olmaydi, chiqarib yuboringlar deb aytdi dedi. Ronaldo buni ketkizdi nomerini olib bo'lgandan keyin. Bo'lishi mumkin, Ronaldo asosiy tarkibni hal qiladigan darajadagi mega yulduz o'yinchi. Messi ham shunaqa, asosiy tarkibni ushladi. Lekin Ronaldoni o'ynay olmaydi deb aytgani to'g'ri. Nimaga desiz? Paperishni yuguradi. Ko'p kasaniya qiladi to'pga. Darvozaga udar berish yo'q Jaloliddin Masharipov. Mana shunday illatlar bor, lekin Katanich bor, u bor tushaveradi maydon. Jalol aytaman-ku, bir oyog'ini amputatsiya qilsalar ham hassa bilan ham o'ynataveradi Katanich. Mana shu asabbuzarlik bo'ldi. Mana endi yana 2 kundan keyin 15-ida Arab Amirligi bilan o'ynaydi. Uni ham yuta olmaydi, ko'rasizlar sizlar. Kerak bo'lsa yutqizadi ham O'zbekiston. Nimaga? Darvozaga urush niyatlari yo'q. Trener Sloveniyada o'tiribdi. Mazasi yo'q. Bolnitsadan o'yinni boshqaryapti. Shunda ham shunchalik ham mas'uliyatsizlik bo'ladimi? Yozda kasal bo'ldi, sikl boshlanmasdan oldin almashtirmishlarmi boshqa trenerga? Mana shu Katanichdan o'zimizni Ro'ziqul Berdiyev ham 1000 marta zo'r trener. 1000 marta zo'r trener. Ro'ziqul Berdiyev Katanichdan yaxshi trener. Faqat uni jamoasi finansiy jihatdan kuchli emas. Shuning uchun har zo'r o'yinchi chiqaradi, ketib qoladi. Zo'r o'yinchi chiqaradi, ketib qoladi. O'shaning uchun
jamoasi bir nima deydi, yaxshi yutuqlarga erisha olmagan avval. Paxtakor bor payti-ku вообще yutishga qo'ymaganlar. Qo'rqitib, shantaj qilib, Paxtakorni utsang oyog'ini sindiramiz, yotgan gostinitsangni yoqib yuboramiz, mana shunaqa gaplar bo'lgan. Bizni futbol shu o'rtoqlar. Endi ortda qolgan yana muhim voqealar, bu O'zbekistonga aloqasi yo'q. Germaniyada parlamenti qonun qabul qilibdi. A, pedofillarni himoya qiluvchi. Tasavvur qiling-da, pedofil voyaga yetmagan qizni yoki o'g'il bolani zo'rlasa, uni odamlar ajratishga, urishga, kaltaklashga, bolani himoya qilishga haqqi yo'qmish. Jazo ham berilmaymish. Pedofilning haqqi bormish. U shunday yaratilganmishki, faqat kichkina bolani qilib kayf olarmish. Uni bu huquqini davlat ta'minlashi kerakmish. Bolalar huquqichi. Ko'rdingizmi buzg'unchilik nima bu, qanaqa darajaga yetyapti. Mana asta endi Gollandiyada, Belgiyada, Fransiyada qonuniy nimada tus olgan mana shu pedofiliya asta Germaniyaga bu yoqqa kelyapti. Mana shundan keyin Putinga o'xshagan diktatorlar aytadi, ana Yevropa deydi, pedofiliyani qonunlashtiryapti deydi. Bayroq bo'ladi. Bu juda ham xavfli jarayonlar o'rtoqlar. Juda ham katta urushlar, mana katta urush arafasida turibmiz. 3-jahon urushi arafasida. Mana shu jahon urushidan keyin pedofiliya, yosh bolalarni zo'rlash, geylar nikohlari zo'rlanib bo'lsa ham, qurol bilan bo'lsa ham majburlatiladi butun dunyoga. Butun dunyoga shuni majburlash uchun qilyapti mana shu ishlar. Va bugun Telegramda, bizni Telegram kanalda bittasi nima qo'yibdi, bir video qo'ygan. Isroil moliya vaziri, biz katta Isroil quramiz. Livan, Suriya, Saudiya Arabistoni yarim orolida biz katta Isroil degan buyuk davlat quramiz debdi-da, shuni biri yozibdi. Bobomot aka 1 yil oldin aytgan gap mana haq ekan, mana Isroil moliya vazirining o'zi gapirib o'tiribdi deyapti. Men o'sha gaplarni gapirganda bizani o'sha gapirgan zahotim bir 10 kunlardan keyin, 2 haftalardan keyin Hamid Sodiqlar chiqib bu gaplar konspirologiya, ko'rib turgan narsalardan baho berish kerak degan bir aqlli fikrlarni aytuvdi. Hamid qalaysan endi sen? Mana Isroil moliya vazirining o'zi, ya'ni rasmiy odam aytyapti. Biz Suriya, Livan, Saudiya Arabistoni, Arab yarim orolida mana shunaqa buyuk davlat, katta Isroil davlati quramiz deyapti. Ana o'zi aytyapti. Nimasi buni konspirologiya? Teoriya zagovora deydi. Sizlar nima deydi? Fitna nazariyasi deysizlar. Nimasi nazariya? Odam o'zi aytib o'tiribdi rejasini. O'zlaringiz tushunmaydigan narsalarni teoriya zagovora, fitna nazariyasi deysizlar. Konspirologiya deysizlar. Nega tushunmaysizlar? Ochiq turgan propaganda asosida fikr aytasizlar. Mana endi xuddi shu gapni Tavrotiy sayramlik sionist Kamol Yo'ldosh gapirib boshladi. Bu ana teoriya zagoraga, konspirologikaga berilib ketibdimish. Sionist qalaysan endi? Mana Isroilning o'z vaziri aytyapti, moliya vaziri. Biz katta Isroil davlati quramiz deyapti. Nima deysan bunga? Sen endi buni nimasi endi teoriya? Fakt-ku mana. Bezalel Smotrich. Biz Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Misr, Iroq, Suriya va Livonni o'z ichiga olgan yahudiy davlatini yaratmoqchimiz. Ana videosi turibdi, ko'ringlar. Qalaysan endi sionist? Sizlarga o'rgatilgan narsalar bo'yicha odamlarni o'rgatasizlar va odamlarga ham aytasizlar, bizni xo'jalarimiz bor, Tel Avivda o'tirgan, o'shalar o'rgatgani bo'yicha fikrlanglar. Bobomurod Abdulla aslini gapirsa, u fitna nazariya, u nazariya, praktika emas u, amaliyotda yo'q. U konspirologika deysizlar. Chunki o'zlaringiz tushunmaysizlar yoki tushunsangiz ham qo'rqasizlar aytishga. Hammang birga o'rsizlar. Bu yoqda sayramlik sionist, bu yoqda xorazmlik politolog. Hayli qonunlar ruhini o'rganadi. Qonunlar ruhi zo'r kitob. Zo'r kitob o'qiganmiz uni biz student paytimizda. Yaqinda yana o'qib chiqdim men uni ruschasini.
Eslaychi. U ko'p joyi unutilib ketgandi. Lekin u kitobni ham bekorga yozmagan muallif Montesquieu. O o'sha paytdagi mason g'oyalarini nima deydi, fundamental asos sifatida olingan. Men bu kitobni o'qimagan odamlarga tushuntiraman. Qonunlar ruhini asosiy mazmuni shu. Qabul qilinayotgan qonunlar xalqning ruhiyati bilan bir xil bo'lishi kerak, ya'ni xohish irodasi bilan bir xil bo'lishi kerak degan narsani u yoqdan bu yoqda isbot qilib olib kelgan. Yaxshi narsa. To'g'ri. Xalq nimani xohlasa, shu qonunda aks etishi kerak. Faqat 4 ta 5 ta qirolni yoki feodalni aytgani emas. To'g'ri narsa. Lekin bu nimani ta'limotni nima deydi? Olumsuz deydi. Salbiy tomoni ham bor. Qanday salbiy tomoni? Deylikki, mana O'zbekistonni olaylik. Bugun xalqni xohlagan qonunlari bo'lmayapti. Hozirgi prezident administratsiyasi nimani xohlayotgan bo'lsa, shu bo'lyapti. Gazni berayotgan bo'lsa, gazni berib olishga doir qonunlar imzolanib, yashirincha ko'rpaning tagida yashirincha qarorlar qabul qilinib berilyapti. Xalqning xabari ham yo'q. Ozodlikdan bilib qolyapti, gazi ketib qolganini millat. Bunday bo'lmasligi kerak. Xalq shuni o'zi qabul qilganda bermas edi gaz. Bordirdi Putinga. Bu yaxshi, lekin boshqa tomoni ham bor bu qonunlar ruhini. Agar hamma qonunlarni xalq xohishi, istak irodasi bo'yicha qabul qilaversa, erta-indin misol uchun O'zbekistonda propaganda ta'sirida xalq davlat fohishaxonalar ochamiz, qonuniylashtiramiz, fohishalarimiz o'zimizda xizmat qilsin, nalog to'lasin desa, yoki mana Germaniyaga o'xshab pedofillar haqqi bor bolalarni zo'rlashga, uni Alloh shunday yaratgan deb shu qonunlarni ham qabul qilsa, unda nima bo'ladi? Qonunlar ruhi dabdala bo'ladi. Montesquieuning nimasi? Teoriyasi. Dabdala bo'ladi. Nima uchun dabdala bo'ladi? Chunki qonunlar ruhi odamlarning istagiga emas, Allohning buyurgan adolat prinsiplariga mos bo'lishi kerak. Xalqning xohish istagi Allohning xohish istagi bilan bir xil bo'lsa, bemalol qonunni qabul qilaversin. Lekin xalqning xohishi, mana Germaniyada xalqning xohishi Allohning xohishiga qarshi. Fohishabozlik mumkin, pedofiliya mana mumkin, eshakka uylanish mumkin Belgiyada. Eshakka uylanaman desa nikohga topib kel deydi. Eshakning pasporti bo'lsa bo'ldi deydi. Biz ham shunday qilamizmi? Haqqi bormi? Bu eshakdan boshqasidan kayf qilmas ekan bu yotib tursa deb. Biz ham shunday qilishimiz kerakmi bunda? Yo'q. Demak, qonunlar ruhi xalqning ruhi bilan emas, Allohning adolati bilan, adolat ruhi bilan bir xil bo'lishi kerak. Lekin buni bizda hozir Montesquieu'ni tarjima qilganlar aytmaydilar. Keyin men eshitdim, o'zbekcha tarjimasida ba'zi joylarni qoldirib ketib tarjima qilibdilar. Qarang, bu aqllilarni qarang. Kitobdagi g'oyani singdirish kerak-da, zo'r g'oya. Qaysi joylarni tushirganlar? Men o'zbekchasini o'qimadim, menga aytdilar. Men shu joyda mana shu narsalar bormi desam, yo'q dedi. Originalda bormi dedi menga. Ha dedim, original ruschasida bor. Fransuzchasida ham bor. Qaysi joyi? Montesquieu islom dini haqida o'zini fikrini aytganda shunday degan. Agar inson yo nasroniylik yo islomni qabul qilish oldida tursa, Yevropa odami deydi. Yevropa odami oldida tanlov bo'lsa, yo islomni qabul qilish yo xristianlikni desa, Yevropa odami albatta nasroniylikni qabul qilish kerak degan. Qarang, o'zini vыбori yo'q. Ko'rdingizmi mana bularni qanaqa aqlli bular. Sening resursingga ega bo'lish uchun demokratiyani o'rgatadi-da senga, lekin o'zi demokratiya qilmaydi. Yevropa odami islomni qabul qilmasligi kerak, faqat nasroniylikni deydi. Qani bu yerda demokratiya? Nega sen unga uqtiryapsan? Yo'q, javob yo'q. Seni lo'q qilish uchun demokratik g'oyalarni singdiradi senga. Sen ishonasan shu toza ekan. Biz ishonganmiz shu g'oyalarga. Endi davomini aytyapti Montesquieu. Nimaga islomni qabul qilish mumkin emas Yevropa odami desa, chunki dedi. Gapga qarang. Muttaham bo'lgan bu Montesquieu. Buni maqtab o'tiribdi Hamid Sodiqov. Chunki islom zo'ravonlik,
xotinbozlik va qilish dinidir degan. Mana sizga Montesquieu. Nega uni sizlar tarjima qilmadingizlar Hamid? Ha? Nega xalqqa butun sizlarning uni haqqingiz yo'q edi original kitobni u joyini tushirib tarjima qilishga. Ko'rsin edi Montesquieuning kimligini o'zbeklar. Tushmaydi kitobiga. Tushmaydi. Tushmaydigan kitob bu. Ha, zo'r g'oyalari ko'p. Lekin asos g'oya odamlarning xohishi bo'lishi kerak. Odamlarning xohishi Allohning adolatiga qarshi bo'lsa ham bo'laveradimi qonun? Yo'q, unda bo'lmaydi. Bu mana bo'lyapti hozir. Mana shu narsalarni gapirsang, teoriya zagovora deydi. Kamol Yo'ldosh chiqadi, anayoqdan Hamid chiqadi. Ko'rinib turgan narsalarni gapirish kerak. Undoq. Sizlar gapiringlar. Biza ko'rinmaganini gapiramiz. Mana alhamdulillah Alloh yuzimizni yorug' qilyapti. 1 yil, 2 yil, 3 yil oldin aytgan bütün taxminlarimiz, prognozlarimiz siyosiy to'g'ri bo'lib chiqyapti. Mana hamma narsa tasdiqlanyapti. Ukrainaga ko'chiriladi dedi. Mana ko'chirilyapti. U yahudiylar Ukrainaga ko'chirilyapti. Umming shahrini egallab qo'ygan. Mana bugun video qo'ydilar, Isroil bosh vaziri katta Isroil quramiz degan. Men kartalar bilan ko'rsatib berdim. Fitna nazariyasi deb chiqardilar. Alloh bularni shu qo'rqoqlarni va miyasini ishlatmaydiganlarni shunaqa xor qilib boraveradi. Endi do'stlar, mana asta-sekin bugungi mavzuga keldik. Mavzuni o'qigansizlar. Kelajak borasida, demak, loyihangiz bo'lmasa, ya'ni biz kelajak borasida doim bizda konkret loyiha bo'lishi kerak deymiz. Yoki davlatning 3-ustuni haqida. Mana shu to'g'risida gaplashamiz. Do'stlar, shu yerda hozir fakt va fikrni 2021-yildan beri kuzatib yurgan, ayniqsa 100 ta ko'rsatuvni to'liq ko'rgan odamlar bo'lsa, yozinglar. Davlatning 5 ta ustuni bor deb gapirishganmiz. Men bu ko'rsatuv o'qiganman. So'nggi ko'rsatuvda 90-dan 100-ko'rsatuvgacha shu oxirgi 10 ta ko'rsatuvda faqat mana shu mavzu bo'lgan. Shu yerga yozinglar agar eshitganlar esingizda bo'lsa. Birinchi ustuni nima edi davlatni? Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi ustuni, 5 ta stoykasi davlatni yozinglar. Agar esingizda bo'lsa, men kutib turaman, o'qib beraman. To'g'ri yozganlarni o'qib beraman. Yozinglar mana kim bu yerda bo'lsa. Birinchi yer o'sha to'g'ri yozdi. Tuproq bo'lish kerak davlat qurish. Tuproq bo'lmasa davlat, territoriya bo'lmasa bo'lmaydi. Ikkinchisini yozinglar. Xalq. Muzaffar Yo'ldoshev to'g'ri yozdi. Ikkinchi stoykasi xalq, mana 2 ta stoyka paydo bo'ldi. Uchinchisi bugungi mavzu aytilib ham bo'lindi. Yozinglar. Ma'ruf Ahmedov ham to'g'ri yozdi. Xalq adolat emas. Uy-joy oldi sotdi degan yozdi. Adolat degan prinsip yo'q, lekin yaqin kelding. Yer, uchinchisi din ham emas. Din emas. Bahodir bu. G'oya. Asilbek to'g'ri yozdi, faqat aniqroq ifoda qiling Asilbek. Yer, aholining manfaatlari yo'q, qonun yo'q. 3-emas qonun. Qonun 4-chi. Yo'q, qonun 4-chi. Kelajak maqsad mana Bekzod Ortiqov yozdi, to'g'ri yozdi. 3-si xalqning umummilliy maqsadlari bo'lishi kerak. Buni g'oya ham deydi. Asilbek to'g'ri yozdi o'zi. Ideologiya o'zi aslida. Ha, millat g'oyasi, g'oya degani maqsad degani. 4-si ana shu maqsadga yetishish uchun qabul qilinadigan qonunlar. 5-si nima edi? Bahrom Eshboyev matbuotda men hech qachon aytmaganman. Hech qachon men unday demaganman. Eshitganlar, ko'rganlar bo'lsa biladi. Ma'ruf Ahmedovlar avvalgi biz yozilimchi, eski yozilimchi biladi ular. 5-sini yozinglar. Sirojbek Sultonov yozdi. Mafkurasi bu ideologiya, 3-chi ustun ideologiya, maqsad. 4-chi qonun, 5-sini so'rayapman. Lutfulla Karimov armiya
O'sha 5-ustunni bir g'ishti u. Harbiy kuch yo'q, madaniy qonun ijrochi yo'q. O'sha hukumat, ha. Abdurahmonov Adham to'g'ri yozdi. Davlatning 4-ustuni boshqaruv majburlov apparati deydi. Bu hukumat, davlat. Ya'ni odamlar qonunga bo'ysungishi kelmaydi. Uni bo'ysuntirib turish kerak. Qanday qilib? Buzganlarni jazola. Ana shuning uchun davlat apparati kerak. Bizda mana shu 5-oyog'ini davlat deydi. Lekin bu yoqdagilar qolib ketadi. Men buni ko'p aytganman. İçide kuch ishlatar tizimlar, sud, parlament, ijro hokimiyati, hamma narsa bor. Armiya, politsiya, xavfsizlik xizmati hammasi bu majburlov apparatiga kiradi. Do'stlar, endi qarang. Biz bugun 3-ustuni, ya'ni millatning, davlat qurgan xalqning maqsadlari haqida gaplashamiz. Bizda maqsadlar nomoddiy narsalar, kelajakda bo'ladigan narsalar bo'lgani uchun bu ideya, g'oya bilan bog'liq. Ya'ni bu davlatning ideologiyasi. Ya'ni davlatda birinchi ustun yer, ikkinchisi xalq, uchinchisi o'sha xalqni maqsadlari bo'lishi kerak degani, o'sha xalqni o'sha maqsadga yetkazadigan ideologiyasi, fikri bo'lishi kerak. Ya'ni chizmasi bo'lishi kerak. Nimaga erishmoqchi o'zi? Maqsadlari konstitutsiyada bayon qilingan bo'ladi. Farovon davlat qurish, undoq qilish. Amerika konstitutsiyasini o'qisangiz, asosan preambulasida, kirish qismida davlatni nima uchun amerikaliklar davlat quryapti yozilgan maqsad. Biz O'zbekistonning avvalgi konstitutsiyasida emin, erkin, farovon, yanada yaxshi yashash nima deydi? Maqsadi shu, davlat shuning uchun qurilgan. Ya'ni qorin davlati edi-da, u ochiq yozilgan edi o'sha narsa bizda. Hozir sal o'zgartirildi, sal более nima deydi? Konkret formaga olib kelindi yangi konstitutsiyada. Maqsad hamma vaqt davlatda bo'lishi kerak. Ya'ni odamlar o'zi nima uchun yashayapti bu davlatning ichida? Nima uchun bu qonunlarda, bu chegaralarda? Nima uchun yashayapti? Shuni bilishi kerak odam. Ana shu maqsad bo'lmasa davlat qulaydi. Bu 5 ta oyog'i muhim oyoqlar. Ideologiya bo'lmasa davlatda, ya'ni maqsadga eltuvchi g'oyalar bo'lmasa, davlat tez qulaydi. Ya'ni yeydi, ichadi, yashaydi, tualetga boradi, uxlaydi, ishlaydi, yuraveradi. Lekin sen nima uchun yashayapsan o'zi? Hammang nima uchun O'zbekiston bo'lib yashayapsan? Maqsad nima? Maqsadini bilish kerak. Bilish uchun davlatda shuni tushuntirib beradigan ideologiya yaratilishi kerak, davlat ideologiyasi. Afsuski, SSSR parchalangandan keyin davlat ideologiyasi, hech bir ideologiya davlat ideologiyasi bo'lmaydi degan narsa kiritildi. Butun 15 ta respublikaga. Bu g'arbni bosimi bilan qabul qilindi. G'arbni talabi bilan qilindi shu narsa. O'zbekiston konstitutsiyasida ham bor. Hech bir ideologiya davlat ideologiyasi bo'lib qabul qilinmaydi dedi. Bu nima degani bilasizmi? Bizda g'oya yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Kimdir g'oyali ideologiya yarataylik desa, jazolaymiz degan narsa bu. Sen qanday qilib 3-ustunsiz, maqsadsiz qanday davlat bo'lasan? Va mana biz maqsadsiz davlatmiz hozir. Chunki bizda maqsadni o'zi chizib berilmagan, konkret loyiha qilinmagan. Va uni o'sha maqsadni tushuntirib beradigan maqsadni o'zi bo'lmagandan keyin uni tushuntirib beradigan ideologiya ham yo'q. Yo'q bizda. Bu juda ham katta zarar davlatlarga. Ideologiyasi yo'q davlatlar, maqsadsiz davlatlar tez yo bosib olinadi yo o'zidan o'zi qulaydi. Mana qarang. Tarixda men sizlarga keltirib beraman. Bitta bir oz sonli qo'shin bilan ham qulagan maqsadsiz davlatlar. Birinchisi Qo'qon xonligi. O'zimizdan boshlaylik. 2000 askar bilan 200 ming aholisi bor Toshkentni o'ruslar bosib olgan.
60 ming armiyasida askar bo'lgan. O'sha 200 minglik Toshkentni 60 ming armiyada odam bo'lgan, ular ham yengilgan. 2 ming odamga tasavvur qiling-da. Nimaga darvozalarni ochib berganlar? Parakandalik bo'lgan. Odamlar nima uchun biz Qo'qon xonligida yashayapmiz? Qo'qon xonligi o'zi nima uchun davlat bu? Maqsadi nima degan narsa ideologiya bo'lmagan. Ideologiya faqat nima bo'lgan? Sabr qil, shukr qil, namozingni o'qi, 5 vaqt namozni kanda qilmay. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Umummilliy nima uchun biz bu davlat degan tushuncha bo'lmagan. Ikkinchisi Buxoro xonligi. Maqsad bo'lmagan, tez olingan. Oxirida Xorazm olingan. U ham osonlik bilan olingan. Xiva xonligida ham nima Xorazm xonligida ham maqsad, siyosiy maqsad, davlatni uchinchi ustuni bo'lmagan, ideologiya ham bo'lmagan. San'at zo'r bo'lgan, Feruzlar Feruz 1, Feruz 2 maqomlarni yozib, lezgi, olakishtak, rotallalar zo'r bo'lgan. Lekin davlatning ideologiyasi bo'lmagan. Ko'rdingizmi? Odamlar nima uchun men Xiva xonligida yashayapman? Bu davlat menga nima beradi? Bu millat bilan, bu qonunlar bilan yashasak qayergacha boramiz degan tushuncha bo'lmagan odam. Yashaydi, yeydi, ichadi, yerini ekadi, hosilini oladi, qovunni ekib, tarozini yuravergan. Hozir ham xuddi shunday davlat bizda. Maqsadi yo'q. Chunki konstitutsiyada yozilgan. Bizda hech bir maqsad davlat maqsadi deb olinmaydi. Ya'ni hech bir ideologiya davlat ideologiyasi deb yozilgan. Bu juda ham katta xato. Do'stlar, mana hozir men o'zimizdan boshladim. Ana endi uzoqroqqa o'tamiz. SSSRning qulashining bir sababi, asosiy sabablaridan biri ideologiyasi, ya'ni kelajakka maqsadi yo'q bo'lib qoladi. 70-yillarning oxiriga kelib maqsadsiz davlatga aylanib qoladi SSR. U zulm ustiga qurilgan, kufr ustiga qurilgan, Allohni inkor qilgani uchun qulagan. Uni hech kim inkor qilmaydi. Lekin o'sha sabablarning ichida istiqbolni ko'rinishi, loyihasi yo'q edi. Ya'ni sen uy qurmoqchi bo'lsang, loyihasini chizasan-ku. Bu yerda koridor bo'ladi, mana bu yerda oshxona, mana bu yerda mehmonxona, mana bu yerda yotoqxona bo'ladi deysiz-ku. Proyekti yo'q edi. Yo'qolib qoldi. Nima uchun? G'arbni proyekti zamonaviylashtirib boradi, kelajakda unday qilamiz deb xalqiga tushuntirib boradi. Mana bunday davlat quramiz, u yergacha boramiz. Mana Isroilda g'oya bor. Men nima uchun oxirgi voqea sifatida boyagi Smotrich degan moliya vazirining nimasini o'qiyman. Ko'rdingizmi? Isroil xalqiga va maqsad qo'yib beryapti. Bizni territoriyamiz bunday joyda emas. Arabiston, hamma yer, Livan, Iordaniya, Turkiyagacha biz shu yerda bo'lishimiz kerak deb holatdan maqsad qo'yapti. Endi shuni asoslab boshlaydilar. Tavrot, Talmud, Mishna, Gemarra hammasi bilan asoslab boshlaydi. Mana ideologiya. Ko'rdingizmi? Kerak bo'lsa jangga chorlaydi odamlarni. Shuni olishimiz kerak biz davlat qo'yibdi. Bizda unaqa narsa yo'q. Mana SSSR G'arbga nima uchun ideologik planda yutqizdi? Kelajak borasida proyekti yo'q bo'lib qoldi. Kommunistik, sotsialistik jamiyat qurdik, kommunizm quramiz degan narsa bor, lekin u qanaqa bo'lardi hech kim bilmasdi. Ana shuni aniqlashtirib chizishni bas qildilar. Nimaga? Stalindan keyin, Xrushchevdan keyin kelgan avlod, boshqaruv avlodi u narsalarni muhim deb hisoblamadi. Yeb ichish, kayf saponi o'ziga birinchi o'ringa qo'ygan odamlar edi. Shuning uchun SSSR odamlari Brejnev zamoniga kelganda asta-asta G'arbga havas qilib boshladilar. Ularning mahsulotiga, ularning kiyim-kechaklariga, ularning yashash tarziga, musiqalariga hatto havas qilib boshladi. Nima uchun? Bu yerda senzura edi, hech narsa mumkin emas edi. Va kelajak borasida uyni proyekti yo'q edi. Proyekt eskirgan. Obnovleniya qilinmadi. Ideologiya to'xtab qoldi bir joyda. Ana shuning uchun quladi. Do'stlar, hamisha bizni orzu niyatlarimiz niyat. Men bunday bo'lsam edi, bolamga bir to'y qilsam edi, uy qursam edi. Bular niyat. Lekin biz to'y qilish uchun to'yxonani tanlaymiz, byudjetini tanlaymiz, shunga yarasha pul topamiz. Uy qurmoqchi bo'lsak, uyni necha sotikda qurmoqchimiz, necha xonadan, g'ishtdanmi, pishg'ishdanmi, xom g'ishtdanmi, loydanmi? Hammasini chizib qo'yishimiz kerak. Shunda biz erishamiz.
Chizmasak loyihamizni, maqsadlarimizni aniq chizmasak biz yengilamiz. Qur'oni Karim bu borada bizaga ko'p o'rnaklar olib keladi. Qarang. Alloh taolo biz Qur'ondan men buni olib Qur'ondan olib gapiryapman. Qur'on misol biza. Allohni o'rgatgani misol. Qarang. Alloh taolo aytadiki, bu dunyo oyatlarni Qur'oni Karimda mazmuni. Bu dunyo sizlar uchun bir sinov dunyo. Bu yerda to'g'ri, adolatli yashasangizlar, Allohga ibodat qilib, shirk keltirmasdan, insonlar o'rtasida adolatni ta'minlab, yetim yesirga molingizdan ehson qilib yashasangizlar, konечный цель, maqsad jannat. Mana ko'rdingizmi? Alloh bizaga jannatni chizib berib qo'yibdi. Nechta darvozasi bor, qayerdan keladi, nimalar yoqadi, odamlar qanday u yerda dam oladi, hammasi proyekti bor jannatning. Xuddi uyni loyihasi chizilgandek, pasport строящегося obyektda bo'ladi-yu, mana qurilish bo'lganda qurilish obyektining pasporti degan narsa bo'ladi. Etaji yoziladi, podyezdi, nechta xonali, nechta uy, bog'chasi qayerda, stankasi qayerda yoziladi-yu. Jannatning pasportini obyekt qurilayotgan pasportni Qur'onda yozilgan. Qur'onda berib qo'yibdi. Nima uchun bunday aniq berdi Alloh taolo? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki odamlarga boradigan joyini, maqsadini aniq chizmasang, aniq ko'rsatib bermasang, odamlar ishonmaydi. Jannatga borasizlar. Shu jannat degan joy bor, juda ham zo'r joy deb bor deb qo'yaversa bo'lardi Alloh. Lekin Alloh o'zini bandalarini biladi-da, o'zi qanday banda yaratganini. Aniq, tiniq qilib chizib berib qo'ydi. Mana shunday joylarga borasizlar. Mana shunday bog'lari bor. Mana shunday rog'lari bor. Mana bunday daryolari bor. Mana bunday mevalari bor. Bunday insonlar bo'ladi u yerda deb. Va ikkinchi maqsad, yomon oqibatdan keladigan maqsad bor-ku. Nima deydi? Uni ham chizib berdi. Do'zaxda qanday azoblar, uni ham chizib berdi. Ya'ni odam o'zi do'zaxdan ham aniq qo'rqsin. Do'zax yomon joy dema, umumiy qilmadi. Uni ham proyektini chizdi. Azoblanadigan uyning maqsadining proyekti, yakuniy stansiya manzilning va rohat farog'at manzilining nima deydi? Obyektining ham proyektini, pasport строящийся obyektda berib qo'yibdi Qur'on Karimda Alloh taolo. Aniq berib qo'yganining sababi odamlar shuni aniq bermasa ishonmaydi. Davlatda ideologiya bilan shug'ullanadigan odamlar ham kelajakni aniq chizib berish kerak. Nechta, misol uchun mana O'zbekiston 2050-yilda yoki 2100-yilda qanday bo'ladi? Buni sizlarga aytdimmi? Mirziyoyev aytdimi sizlarga? 50-yilda bunday bo'ladi. 100-yilda bunday. Karimov aytdimi sizlarga? Ya bir boshqasi chiqib, mana bizda ideologiya bo'yicha kim bor? Hech kim yo'q. Ideologiya bo'yicha bizda odamlar yo'q davlatda. Nima uchun ideologiya bizda davlat ideologiyasi bo'lib hech bir g'oya qabul qilinmaydi. Bu jinnilik bu. Karimovda bor edi. Kommunistlardan qolgan odamlar aytdi, Islom aka bir maqsad qo'yishimiz kerak deganda aytdi. Maqsad chizib berishimiz kerak odamlarga desa, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Kelajagi buyuk. Bu ham bir nima deydi? Bu proyekt emas. Shu maqsadimiz buyuk bo'lish deganda gap. Lekin umumiy gap. Xo'p, aholi nechi bo'ladi? Kishi boshiga daromad necha ming dollar bo'ladi yiliga? VVP ya'ni yoki ichki mahsulot nechi bo'ladi? Qancha kilometr yo'l asfalt bo'ladi? Elektr energiya yetishmay qolsa, atom elektrostansiya quramizmi, quyoshmi? Bu hammasi oldindan proyektlashtirish kerak. Misol, men prezident bo'lsam, men aytar edim. 2050-yilga kelib Toshkentdan vodiy bilan Qoraqalpog'istonni bog'laydigan bizning katta trassa bor-ku, shundan 3 ta bo'ladi. Biridan misolda endi men aytdim, 3 ta. Bittasi Jizzaxning ustidan to'g'ri Navoiyga o'tib ketadi. Bu katta tezlikda yuradigan. Gruzoviklar uchun отдельный, poyezd yo'llar uchun yana bitta bo'ladi. Bu yo'l bo'yicha. Suvsizlik bo'lsa, suvni qayerdan olamiz? Suv bizda kapilni arashiga tomchilab sug'orishga o'tiladi. Quyosh, shamol elektrostansiya. Ya'ni aniq raqamlar bilan chizib berilib qo'yilishi kerak. Shunda odamlar
Biz mana shu uchun yashayapmiz deb, mana shu ustunni shu tashkil qiladi ideologiya. Bu quruq xalqni aldash emas. Bizda ideologiya desa millatni aldash tushuniladi. Chunki sovetlar aldab kelgan, kommunizm quramiz. Karimov ham aldab keldi. Buyuk kelajak quramiz deb. O'zini oilasini ham tartibga sololmay ketdi. Davlatni rassosini chiqarib ketdi. Mana savodsiz avlod kelgan, ismini ham yozolmaydi. Kelajak to'g'risida hech narsa bermagan, hozir ham yo'q. Men shuning uchun aytaman, ideologiya davlatning 3-chi ustuni. U muhim narsa. Mana nimada jannat, do'zax, mana boradigan manzil, konечный цель qanday aniq bayon qilingan bo'lsa, hukumat boshqaruv majburlov apparati ham millatga qayerga ketayotganini aniq chizib berish kerak. Men juda ham sodda qilib tushuntiryapman. Nima uchun? Bu yerda har xil odam bor. O'qimagan bechoralar bor, Rossiyada ishlab yurgan quruvchilar bor, olimlar ham bor bu yerda. Mana nima Dilorom Rahimovga o'xshagan dotsentlar ham bor. O'rta tilda gapirib beryapman, juda ham sodda qilib. Qachonki biz maqsadlarimizni chizmas ekanmiz, bilmas ekanmiz, nimaga yashayotganimizni bilmaymiz, adash bizni yo'ldan urish oson bo'ladi. Mana bir ayolning intervyusini men Telegram kanalda qo'ydim. Rus ayoli Leningrad blokadasida qolib ketgan. Qarang. So'rayapti jurnalist. Momo kampirdan so'rayapti. Как вы выжили? И вообще кто выжил bu blokadada, ochlikda? Desa ayol aytyapti. Kimda kim men shu blokadadan chiqib tirik qolishim kerak. Kelajak avlodim uchun, o'zim uchun deb katta maqsad qo'ygan bo'lsa, hamma tirik qoldi deydi. Ertaga bomba tushar ekanmi, o'lamanmi, yo'qmi deganlar o'lib ketdi deydi. Больше всего умерли от голода, кто не имел никакой цели. Bесцельный odamlar o'lib ketgan. Ochlikdan. Ochlik darajasi bir xil. Lekin maqsadsizlar birinchi o'ladi, qiynalib. Maqsadi borlar qiynalsa ham maqsadimga yetishim kerak deb qoladi. Bu juda ham katta intervyu, fakt va fikrda bor shu. Rus ayol, kampir 80 dan oshgan aytib beryapti. Hamisha maqsad qo'yinglar, qiyinchiliklarni, hatto o'limni yengishga sizlarga yordam beradi. Ochlikni yengib o'tadi. Biz maqsadsiz yashayapmiz, shuning uchun ko'p o'lib ketyapmiz bizlar. Maqsad qo'yilmagan. Maqsad qo'yadigan odamlar yo'q. Ideologiya yaratadigan odam yo'q. Yaratsa ham noto'g'ri ideologiya yaratadi. Ana Monteskiyeni hozir maqsad qo'yishlari mumkin. Xalq nimani xohlasa, shu qonunlarda aks etishi kerak. Xalq fohish va zinoni qonuniylashtirishni xohlasachi, buni ham qonunda aks etishi kerak. Islom adolati, musulmonchilik qayerda qoladi unda? Odam o'zining adolatni ta'minlay olmaydi, o'zini prinsiplari bo'yicha. Uni nafsi bor. Allohning prinsiplari bo'yicha adolat ta'minlanishi kerak. Bunga javob yo'q. Ko'rdingizmi? Har yoqqa tort qilyaptilar. Mana hozir g'arbga tort qilyaptilar. Birov Rossiyaga tortadi. Rossiya bilan birga bo'lishimiz kerak deydi. Desa g'arb tomon deydi. Kurash ketyapti. Har biri o'zining ideologiyasini haq deb biladi. O'zimizning ideologiya bormi bizni? Na g'arbga bog'liq bo'lmagan, na Rossiyaga, na Xitoyga yo'q. Yaratilmagan. Yaratadigan odamlarni yo qamab qo'yibdilar, yo o'ldirdilar, yo chetga quvib qo'yibdilar, kirgizmaydilar. Chunki ular hech kimga bog'liq bo'lmagan, millatni o'ziga ham Allohga yoqadigan, ham xalqqa yoqadigan, elga yoqadigan ideologiya yaratishi mumkin ular. Undan qo'rqadilar. Bu Xitoyga yo Rossiyaga, yo Amerikaga xizmat qilishi kerak. Mana o'tgan nimada 7 kunning ichida Komil Allamjonov ishdan ketganini muhokama qilib hamma yerda yozdi, nega ketdi, voydod, ozodlik yarim soatlik ko'rsatuv, hujjatli film ham qildi. Nima uchun ketkizildi deb o'ylaysizlar? Bu yerda aytilyapti, biri chiqib diqqi oldi, diqqi bilan nimasi bor edi, qarama-qarshiligi bor edi. Birisi aytyapti, Otabek Umarovga yoqmas edi, kichkina kuyovga deydi. Yana birisi aytadi, undoq edi, bundoq edi. Amerika uni deydi, uni monopolist sifatida ko'radi. Har xil versiyalarda.
Har xil versiyalar. U ideologik sabablar bo'yicha ketdi. Mani fikrim bu. Men bilgilarim yo'q, lekin men analizim, xulosalarim shunga kelgan. Uni Rossiyaparastlar o'zlari ketkazisholmadi, Moskva orqali ketkazildi deb o'ylayman men. Ya'ni avvaldan uni tagiga kavlab yurishardi. G'arbni odami sotqin, xoin, Amerikaparast deb yurardilar uni. Kimlar? Kremlparastlar, Rossiyaparastlar, chekistlar основном. O'risparastlar ko'p-ku bizani DXXda. Ololmasdilar uni. Uni ololmasdilar. Nima uchun? Saida Mirziyoyeva bilan yaqin nimada birga ishlagani uchun ololmasdilar. Oxiri oldilar. Nimaga? Uni Kremldan oldilar. Ana uni u Amerikani odami deb oldirdilar. Va xafa bo'lmasligi uchun xususiy biznes ketyapti deb normalni kuzatib qo'ydilar. Ya'ni u ham xafa bo'lmasligi kerak. U davlatga zarar tegayotgani yo'q edi. Misol uchun oxirgi mana mustaqillik bayramida u jadidlarni obrazini olib chiqtirgan odam Komil Allamjonov bilan Saida Mirziyoyeva edi. Bu o'rislarga yoqmadi. Endi haddidan oshib boryapti bu amerikanist dedilar uni. Olasan dedilar, oldilar. Panada turibdi shular xafa bo'lmasin, shu Vovka Markovka, Putin xafa bo'lmasin deb oldilar. Panada yurib turadi birozmida. Shu. Ko'rasizmi, ideologiya. Rossiya Komil Allamjonovni ideologik dushman deb biladi, Amerikan odami deb biladi. Komil Allamjonov o'ziga qarshi lagerdagilarni Rossiyani ideolog odamlar, Rossiya ideologiyasini tarafdorlari deb biladi. G'oyalar kurashib ketyapti. Axir biz insonlarni ko'ramiz, g'oyasini ko'rmaymiz. Ideologiya juda ham muhim. Bizga O'zbekistonga na Rossiya tarafda, na G'arb tarafda turmaydigan o'zimizni milliy maqsadlar ishlab chiqilishi kerak davlat uchun. Davlat uchun. Va shundagina biz to'g'ri harakatlangan bo'lamiz. Qarang. Men yana bir marta Qur'onga qaytaman. Sizlarga Qur'ondan misol keltirib aytaman. Mana qarang. Qur'oni Karimda yakuniy maqsad, manzil jannat, yakuniy manzil do'zaxni konkret planlari, fortichkalari, shifrlarigacha ko'rsatilgan. Aytdimi? Endi qarang. Ana shu yo'lda erishish uchun ham aniq yo'llar ko'rsatilgan. Mana ideologiyaga misolda qarang. Adolatli bo'linglar degan oyatlar bor. Adolatli bo'lmasangiz boradigan joyingiz azob bo'ladi. Alamli azob. Shirk qilmanglar, boshqa qilmanglar, boshqa qilmanglar. Hattoki Qur'oni Karimda odamlar jannatga tushish uchun, o'sha maqsadga erishishlari uchun, mana ideologiyaga qarang-da siz. O'sha adolat, to'g'ri so'zlik, taqvo, tavhid, bir xudoga, ya'ni monoteizm, xudodan boshqagidan qo'rqmaslik, xudodan boshqadan iloh deb qaramaslikdan ichida bizlar hali nima deydi, e'tibor bermay bir oddiy narsa-ku, dunyoviy narsa deb qaraymiz. Lekin Alloh taolo shunday maqsadlar qo'ygan, dunyoviy vazifalar qo'ygan, o'sha maqsadga eltuvchi vazifalar. Qarang. Men hozir bir ikkitalarini o'qib beraman. Bugun bir ikkita nimalarimdan ukalarimizdan so'radim. Menga topishda yordamlashishdi nimalarni, oyatlarni. Hozir men o'zim saralab olgan, o'shalarning ichidan o'zim saralab olgan bir ikki oyatlarni men keltirib beraman. O'zingiz baho bering-da, qarang. Saba surasida 11, 10, 11 oyatlar bor. Alloh taolo Davud alayhissalomga vazifa beradi. Qarangda, dunyoviy vazifa. Mana 10-dan boshlanadi. Men o'qib beraman. Albatta biz Davudga o'zimizdan fazl berdik. Ey tog'lar, u bilan birga tasbihni qaytar va qushlar ham dedik. Va unga temirni yumshoq qildik. Ya'ni temirni bo'ysuntirib berdik deyapti. 11-oyatga qarang. Va unga, ya'ni Davud alayhissalomga deyapti. Sovutlar yasagin va bichimini o'lchovli qil.
Nimalarini, kalchoylari bor, halqalarini mustahkam qil deyapti. Solih amallar qilinglar. Albatta men nima amal qilayotganingizni yaxshi turib ko'rguvchiman dedi. Mana bitta payg'ambariga oddiy sovutini e, halqalarini mustahkam qilishni, o'lchab hammasini qilishni, jang uchun bu kerak bo'ladi deyapti. Ana ideologiya shu. Ideologiya, maqsading bu, ana shu maqsadga yetish uchun bu ishlarni qil. Adolatli bo'l, namoz o'qi, ro'za tut, hajga bor, yetim yetimga yordam ber, shirk qilma. Mana ko'rdingizmi, vazifalar yukladilyapti. Ideologiya bu. Fuqarolarga shu narsa tushuntirib borilishi kerak. Mana shu davlat, mana shu proyektdagi uyni qurishimiz uchun biz mana bu ishlarni qilishimiz kerak degan aniq vazifalar berilishi kerak. Yoki bo'lmasam qarang. Hud surasi 61-oyat bor. Samud qavmiga birodari Solihni elchi qilib yuborganmiz. U shunday degan: "Ey xalqim, Allohga qullik qiling." Qarang, Solih alayhissalom aytayapti. "Ey xalqim, Allohga qullik qiling." Mana vazifa ketyapti. Alloh jannatga erishish yo'lidagi vazifa, dunyoviy vazifa. Qullik qilishingiz uchun undan boshqa iloh yo'q. Mana vazifani belgiladi. U sizlarni avval boshdan yerdan yaratdi, yetishtirdi. Alloh sizlarni yerdan yaratdi deyapti. Va sizdan, ya'ni sizlardan ey xalq dedi, uni obod qilishni talab qildi dedi. Ko'ryapsizmi? Shunday ekan, undan kechirim so'rab, unga tavba qiling. Shubhasizki, yaratgan egam yaqindir, javob ijobat qiluvchidir. Bu yerda muhim nuqta nima? Olloh sizlarni yerdan yaratib deydi. Solih alayhissalomni og'zidan ayttiryapti Alloh o'zining vazifalarini. O'sha yerni obod qiling deyapti. Urush qiling yerda deyotgani yo'q, obod qil deyapti. Nima degani bilasizmi? O'zbeklar degani. Mana shu oyatni o'zbeklar o'zlari o'qish kerak. Misol Xorazmlik o'zbeklar, Qoraqalpog'istonlik o'zbeklar. Yeri sho'r, suv yo'q, kam. Nima deyapti Alloh? Alloh sizlarni yerdan yaratdi. Ana shu yerni obod qiling, ya'ni yashagan yeringni obod qil. Mahallangda musor yig'ilgan bo'lsa, birgalashib hammang musor chiqarib tashlanglar. Bunday kir iflos yashamanglar. Yo'llar notekis bo'lsa, tekislab uzatinglar. Daraxt ekinglar, suvni ekonom qilinglar degani shu. Ya'ni o'zini, yurtini, yashab turgan tuprog'ini, vatanini obod qilish. Mana Qur'oni Karimda kelgan. Hud surasi 61-oyat. Alloh sizlarni yerdan yaratib, sizdan yerni obod qilishni talab qildi deydi. Bu dehqonchasiga tushunadi, inshootchasiga tushunadi. Vatanni sevmoq iymondandir degan zaif, aytilgan aytilmagan noma'lum hadisdan bu oyat naqadar kuchli. Men misol uchun prezident bo'lganimda buyruq berardim. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat, 5 ta strategiya bizning istiqbolimiz degan bo'lmag'ur narsalarni oldirtirardim-da, Qur'on oyatlarini yozdirardim. Yo'lda, avtobusda, poyezdda ketayotganda shuni o'qisa, Qur'onni ochib o'qiydi, bormi yo'qmi shu plakatda yozib qo'ygan. Misol uchun Hud surasi 61-oyatni yozib qo'yardim. Ey odamlar, Solih alayhissalom aytgan gap. Alloh sizni yerdan yaratdi, yashayotgan yeringizni, ya'ni vataningizni obod qiling. Mana sizlarga tayyor ideologiya Qur'onda. Politiskiy ideologiya, political ideology deydi. Siyosiy ideologiya, vatanni obod qilish bo'yicha. Vatanda urush qilmanglar, vatanda buzg'unchilik qilmanglar, o'g'irlamanglar buni gazini deydi. Bizda Qur'ondan qo'rqadi-ku, bizda masonlar o'tiribdi-ku. DXX masonlarni jazolovchi idorasi, карательный орган мирового масонства, davlat xavfsizlik xizmati. Kim Qur'on desa, kim Alloh desa, kim payg'ambar desa, hammasini olib qoladi. Masala tayyor, bular soqol o'stiradi. Butun davlatingni qurish yo'llari Qur'onda tushuntirilgan to'nkalar, DXXdagi to'nkalar. Nega sizlar Qur'onga qarshi kurashasizlar? Nega sizlar islomiyatga qarshi kurashasizlar? Borana Abrorni olib nechta odamni xafa qildi, nechta odamni haqorat qildi, nechta odamga tuhmat qildi. Qamanglar o'zingizni yurdingiz. Yo'q,
unga tegmaydi. Qur'onman degan bir bechorani tergov chaqirib, rasvosini chiqarib, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilishadi. Kamol Yo'ldoshev bilan bahsga chiqqan Bahronni 12 ta tashkilotga tergovga chaqirgan. Chunki u uni isbotlab berganda uni yolg'on gaplarini, Qur'onni Tavrotga burayotganini. Ha, asl Qur'onga qaytadiganlarga qarshi kurashadi bular. Chunki Qur'onda hamma narsaning yechimi berilgan. Hatto davlat ideologiyasini ham. Hatto vatanni obod qilish ham, yashayotgan yerini obod qilish ham Qur'onda ko'rsatilgan. Endi misol uchun Niso surasi bor mana 58-oyat. U yerda adolat bilan hukmlar degan, mana asosiy narsa adolat odamlar o'rtasida. Nahl surasida ham mana adolatli bo'lishingiz uchun payg'ambarlarni yubordik deydi. Mana Hadid 25da ham biz payg'ambarlarni adolat o'rnatish uchun yubordik deydi. Do'stlar, prezidentlar ham asli adolat o'rnatish uchun yuboriladi. Taxt bor-ku, adolat o'rnatish uchun yuboriladi. Xalqni talon-taroj qilib zulm qilish uchun emas. Karimovga ham taxt adolat qiladimi, yo'qmi deb berilgan. Mirziyoyevga ham taxt adolat qiladimi, yo'qmi deb berildi. O'rtaga boshqa odam hozir millionta bizda prezident bo'laman deb yurganlar bor mana. Komil Allamjonov bor, prezident bo'lish niyatida yoki boshqasi mana Otabek Umarov prezident bo'lishi mumkin deyapti bugun Ozodlikda. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Nima niyatda bo'lmoqchi ular? Maqsadlari nima? Yanada talon-taroj qilib boyishmi yoki adolat o'rnatishmi? Buni Alloh biladi, o'zlari biladi. Lekin Alloh ularga taxtni berganda ham adolat o'rnatadimi, yo'qmi deb beradi. Va so'raydi keyin taxti bo'yicha. Senga butun rычаг управленияni adolat o'rnatish uchun berdik. Nega? Biz hatto payg'ambarlarimizni adolat o'rnatish uchun jo'natganmiz. Sizlarni ham adolat uchun so'raydi mana. Bir sura sura bor. Nahl, Hadid. Mana oddiy Hud surasi 61-oyat. Sizni yerda yaratdi deyapti. Ey Karimov, ey Mirziyoyev, ey prezident bo'laman degan Xidirnazar Allohqulov. Alloh sizni yerdan yaratdi, ana shu prezident bo'ladigan yeringizni obod qiling deyapti. Dehqonga ham shu gap. O oyatda o'tirgan hokimlar bor, yerlarni olib sotib, odamlarning uyini buzib, to's-to'polon qilib Toshkentga pulini uzatayotgan. Hokimliklarga shuning uchun qo'yiladi. Yerni sotish uchun hokim bo'lib o'tiribdilar. Yerni sotib pulini Toshkentga uzatish kerak. Hokimiyatning vazifasi shu. Sizlar uning uchun qo'yilmadingizlar u yerga. Sizlarni tepadan sizlarni parlament, prezident qo'ydi. O'zlarining maqsadlari uchun. Lekin Alloh sizlarni adolat o'rnatadimi, yo'qmi deb berdi. Allohning izni bilan bo'ldingizlar. Sizlarni hokim bo'lsin falon viloyatga deb qo'ygandan keyin o prikazni qo'lingizga olib viloyatingizga ketayotganda yo'lda joningizni olmadi Xudo. O'lib qolsangizlar kim hokimlik qilardi o'rninglarga? Boshqa odam qilardi. O'lmadingizlar-ku. Allohga shukr qilmaysizlarmi o'lmay qolib boshqarayotganingizga? Xalqni talash o'rniga, adolat qilish o'rniga talab o'tiribsizlar. So'ralasizlar hammangiz bundan. Qur'on bo'sh kitob emas. Konkret, aniq narsalar. Pasport stроishi esa obyektda bo'ladi. Bu yozilgan yerda hamma narsa. Vazifalar. Ana shunday, men shuning uchun aytamanki, bu masalalarda biz ulguni Qur'oni Karimdan olishimiz kerak. U yerda maqsad ham, ya'ni umummilliy maqsad va u maqsadga erishtiradigan vazifalar ham, ideologiya ham hammasi yozilgan. Ya'ni davlatning 3-ustuni mana shu Qur'onda bor. Eng zo'r politologiya kitobi deyman. Men hamisha aytaman, Qur'oni Karim mazlumlarga ustidagi zolimlarni yengish yo'lini o'rgatadi. Birinchi qadam shirk qilmaslik, Allohdan qo'rqish faqat, zolimlardan qo'rqmaslik. Mana inflyatsiyadan ko'p noliydilar bizda. Mana inflyatsiya, qimmatchilik, rasvogarchilik. Inflyatsiyani bosh sababi iqtisodchilar aytadi-da, endi bu g'arbni nimasini o'zlashtirib olganda qolibini.
O'rtoqlar, inflyatsiyaning bosh sababi deydi, talab oshib taklifni javob bera olmagani deydi. Shu deydi qimmatchilikka olib keladi, narxlar oshadi. To'g'ri, u ekonomist tomondan to'g'ri. Lekin asosiy sabab u emas. Inflyatsiyani bosh sababi harom yeyish, talon-taroj qilish, kishilarni xalqni haqqini yeyishdir. Eng bosh qayerda harom ishlar bo'lsa, shu yerda inflyatsiya boshlanadi. Nimaga? Birovni haqqini yeydilar. U aytilmaydi. Bugungi kunda mana hattoki iqtisodiy jihatdan olayotganda ham inflyatsiyaning sababi protsentga berilayotgan qarzlar. Jahon bankidan, xalqaro moliya jamg'armasidan davlatlar bir-biriga foizga beradi. Foiz bankrot qiladi odamlarni. Aytmaydilar, foizni aytmaydi. Asosiy narsa foizda bo'lib turibdi. Uni aytmaydida, yo'q deydi, deydi, odamlar deydi kalish olgisi kelib qoladida deydi. Kalish kam bo'lgandan keyin, oyoqlar ko'p bo'lgandan keyin kalish narxi qimmatli deydi. Oqibatini aytadi. Oqibati shu rostida. Shumlikni qarangda, bu ekonomistlarning shumligi. Men o'zim ekonomika o'qiganda bu darslarda talashardim doim. Sizlar oqibati bo'yicha o'rgatdi. Sababi boshqa-ku. Xo'p, u nega kalishni kam ishlab chiqardi? Chunki uni ko'proq kalish ishlab chiqarishga yo xom ashyasi yo'q, yo puli yo'q. Nega puli yo'q? U foizga to'laydi foydasini. Ana nima balodan boshlanadi? Haromdan boshlanadi hammasi. Inflyatsiyani yengish yo'llari ham ekonomistlar aytadi, uni undoq qilish kerak, taklifni oqibatini aytadi. Aldamanglar xalqni, ekonomistlar. Doktor nauklar. Oddiy uni yechimi. Halollikka, to'g'rilikka qaytilsa, kishini haqqini yemaydigan bir tizim o'rnatilsa, o'z-o'zidan joyiga tushib ketadi hamma narsa. Yo'q, uni aytmaydilar. Yo'q dedi, kalishni ko'proq ishlab chiqarish kerak dedi. Ana dedi, kalish ishlab chiqaradigan zavod kredit olish kerak, shunda zo'r bo'lib ketadi dedi. Yoki aksiyasini sotish kerak dedi. Kuchliroqga dedi. Bu monopoliyaga olib keladi-ku desang, indamay. Unda emas, halollik joriy qilinishi kerak. Halol tizim bo'lishi kerak. Birovning haqqini yedimi jazolash kerak. Mana ko'chani jazoladilar. Nima uchun jazoladilar? Shu hokimlardan ham do'la undirib boshlagan. Lekin oddiy tadbirkorlardan do'la undirib yurgan shu Medgaradov deganlar, boshqalar. Ularni o'sha payt nega jazolamadi? Chunki u adolat ularga kerak emas edi. O'zinikiga tegib boshlaganda, hokimlardan ham do'la to'lab boshladi. Yopolmasdi. U adolat emas u. U manikiga ham talonti, manikiga ko'z olaytirdim, qamadigan. Ungacha nechta tadbirkorni talagan ular? Inflyatsiya bo'ladi albatta. Va mana shu barakani oshirishning yo'li halollik ekanligi Qur'oni Karimda aniq bayon qilingan. Misol uchun, mana Yusuf surasida 54-oyatda nima dedi? Yusuf alayhisalomni podshoh nima qiladi? O'ziga vazir qilib qo'yadi. Moliya vaziriga, bosh vazir lavozimiga qo'yadi. Ocharchilikdan davlatni qutqarish kerak bo'ladi. Ham Yusuf alayhisalom to'g'ri odam, ham o'zining ishini ustasi. Hozir o'zining ishini ustasi ham emas, to'g'ri ham emas. O'g'ri, ishi mutaxassisligini ham bilmaydi. Buxgalter necha yil bizada nima deydi? Soliqchi. Necha yil bizada sog'liqni saqlash vaziri bo'ldi. Bunday bardak bo'lmaydi endi davlatda. Ana shu oyatni o'qib beraman, Yusuf surasidagi 54-oyat. Uni huzurimga keltiring. Men uni o'zimga xos odam qilib olaman dedi podshoh. Keyin Yusuf alayhisalom bilan gaplashib, bugundan e'tiboran seni bizning yonimizdagi yuqori martabali va ishonchli odamimizsan dedi. Ko'rdingizmi? To'g'ri odamni olib kelib qo'ydi. Chunki Yusuf alayhisalom avvalo mutaxassisligi bilan emas, to'g'riligi bilan nom qozongan, halolligi bilan. Keyin mutaxassisligi e'tiborga olindi. Bizada na halolligi e'tiborga olinadi, na mutaxassisligi e'tiborga. Bizada sadoqati e'tiborga. Sadoqatlilar kerak menga dedi prezident. Sadoqat, shaxsga sadoqatli bo'lsa bo'ldi. U misol uchun adabiyot, o'zbek tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lishi mumkin, mutaxassisligi. O'g'ri ham bo'lishi mumkin. Lekin sadoqatli bo'lsa, u nima desam ekan,
Yadro fizikasi ilmiy tekshirish institutiga rahbar ham qilib qo'yilaveradi bizada. Menejer bo'lsa bo'ldi-da, sadoqatli bo'lsa bo'ldi-da. Ko'rdingiz? Mana shunday bizada kamchiliklar bor. Bu davlatni 3-chi ustuniga juda ham katta zarar beradi. Zarar beradi. Bizda yo'q u ustun. Maqsad belgilanmagan. Bizning davlat maqsadsiz davlat. Shuning uchun maqsadsiz yashayotgan odamlarni o'ldirish, bosib olish, bo'ysuntirish juda ham oson. Xiva nima uchun bosib olgandan Kaufmanga bo'ysungan? Sonlar maqsad qo'ymagan xalqqa. Buxoro, Qo'qon hammasi tezda taslim bo'lgan. Maqsadsiz yashayapmiz hozir. Hozir ham bizga hujum qilsa tez olish mumkin. Nimaga? Maqsad yo'q. Davlat miqyosida maqsad qo'yilmagan odamlarga. Mana buning uchun yashayapmiz. Bunday qilamiz. Buni mana shu shuncha yo'l, mana shuncha stansiya, mana buncha uy qurish uchun mana shu ishlarni qilishimiz kerak degan narsa yo'q. O'g'irla, yerni sot, pulini olib ket Toshkentga. Mana shunday gaplar. Va men bir narsa aytib qo'yay-da do'stlar. Kecha o'tgan safar jonli 3-kunda men oyatlarni o'qib bersam, anu Tavrotiy sayramlik sionist Tavrotiy Kamol Yo'ldosh o'zini kanalida yozibdiki, meni tarjimamdan o'qib berdi. Meni tarjimamni yomonlab turibdi. Tavrotiy va uning Tavrotiychalari, ya'ni ko'rmiriklariga shu murojaatim shu. Men Tavrotiy sionist Kamol Yo'ldosh. Sen tarjimangni o'qimay qo'yganiga 1 yil bo'ladi. Hech qayerda qo'llanmayman. Chunki seni qasddan shunaqa burib Tavrotga burib tarjima qilganing ochiqlandi sen. Aytishni to'g'rilanishni istamaganingni bilgandan keyin, ha demak odam bilib qilgan buni, bilib qilyapti deb ishlatmayman. Men do'stlar bugungi tarjimalarni ham, oyat tarjimalari o'tgan galgi ko'rsatuvdagi tarjimalarni ham men musulmonlar.comdan o'qib beryapman. Avvalan 1-2 marta musulmonlar.comdan men o'qib berganman. Do'stlar, buni aytganman. Ana shu ikkita tarjima menga ma'qulroq deb. Endi Kamol Yo'ldoshnikidan voz kechishga majbur bo'lganman. Chunki odam bildingizlar nima, qayerqa odamlarni eltayotganini. Va mana shu bugungi mavzu bo'yicha so'nggi nuqta edi. Savollaringiz bo'lsa beringlar, savollaringizga ham javob berishga harakat qilaman. Ya'ni do'stlar, kelajagingiz bo'yicha, istiqbolingiz bo'yicha proyektingiz bo'lmasa, sizni любой odam yengadi. Siz yengilasiz qarshingizdagi qiyinchiliklarga. Dushmaningiz bo'lmasligi mumkin, qiyinchiliklarni o'zi yengib qo'yadi. Shuning uchun kelajak bo'yicha aniq chertyojlar bo'lishi kerak. Pasport строящегося obyektda bo'lishi kerak. Qur'onda Alloh taolo jannatni, do'zaxni bekorga batafsil bayon qilmagan. Davlat ham boshqaruv apparatidagilari ham xalqqa maqsadini aniq belgilab berish kerak. U konstitutsiyadan hech bir ideologiya, davlat ideologiyasi qabul bo'lmaydi degan narsa noto'g'ri narsa. U bilaman, demokrat hamma g'oyalar haqli degan ma'noda qabul qilinadi, lekin uni yozilish shakli xalqqa maqsad qo'yishni taqiqlagan degan shaklda yozilganda. Buni olib tashlash kerak. Donat aka, nega O'zbekiston armiyaga e'tibor bermayapti? Nimaga qurollanmayapti? Men bilmayman hozir qanday e'tibor beryapti, lekin avvalgidan e'tibor sust deb o'ylayman. Karimov payti qattiq edi. Nima uchun? Karimov taxtidan qo'rqardi. Olib qo'yadi degan uchun o'zini taxtini saqlash uchun armiyani kuchli qilardi. Xalqni o'ylamasdi u ham, davlatni ham o'ylamasdi. Meni ag'darishi mumkin deb vahobiylar kelib deb Toyir Yo'ldoshdan o'ylab qo'rqardi. Juma Namangan ikkisidan. Anshular kelib olmasdi deb kuchaytirardi. Endi hozirgi rahbarda unaqa xavf xatar bo'lmagandan keyin kursisiga armiyaga ham shunga yarasha e'tibor menimcha. Ikrom Boboyev yozdi, maqsad bor shekilli, buzuqlikni, fahshni targ'ib qilayotgan filmlarni, qisqa videoroliklar ko'paytirilyapti-ku. Ha, u bizni dushmanlarning maqsadimiz, lekin bizni dushmanlar o'sha davlatning ichiga kirib olgan.
Davlatning dushmanlari davlat idoralarida o'tiribdi. Ayniqsa DXXda eng ko'p. Rossiyaga qul qilib berish uchun o'tiribdi hamma. Lekin biz millat olarak o'zimiz, bizani ziyoli qatlam umummilliy mana maqsad ishlab chiqish kerakda xalqqa. Mana bular o'zini konstitutsiyasini qabul qildi. Yilini cho'zdi, 5 yildan 7 yil qildi prezidentlik srokini, boshqa qildi. O'zi uchun qildi. Men nima dedim? Mana bunday bo'lishi kerak konstitutsiyada, ba'zi qismlarini o'qib berdim sizlarga. Ya'ni ular o'zini konstitutsiyasini qabul qilsin, yashasin, o'zgartirsin, qilaversin. Bir kun keladi, yangi avlod, Bobomurod Abdulla degan bir otamiz, bobomiz o'tgan ekan. Mana bunday bo'lishi kerak davlatning konstitutsiyasi deb o'sha konstitutsiyani qabul qiladi. Hamma davlat yo'lida bir ishni qiladi. Kimdir konstitutsiyasini yozib o'lib ketadi, uni kimdir qiladi. Hammasini bir inson qilish qiyin bir umr davomida. Men shu borada bir misol olib kelay sizlarga. Salohiddin Ayyubiy shu qaysidir podshohning oldida jamida turganida bir usta keladida minbar yasagan bo'ladi masjid uchun. Men dedi buni dedi, men shuni dedi, shu dedi olib qo'yishingizni xohlayman yo shohanshoh dedi. Salohiddin Ayyubiy o'sha paytda 8 yashar, 10 yashar bola bo'ladi. Suhbatga guvoh bo'ladi yosh bola. Ama shu masjidga qo'yamiz dedi podshoh. Podshohning ismi esimdan chiqib turibdi. Turk bo'ladi lekin u podshoh. Sulton kim dedi? Ish qilib yo'q, men dedi usta aytadi, bu masjid uchun emas dedi. Men buni Al-Aqsoda minbar qilish uchun yasadim dedi. Xo'p, podshoh aytadi, Al-Aqso dedi nasroniylarning qo'lida bo'lsa dedi. Uni kim olib borib bu yerga dedi, kim qo'yadi buni dedi. U dedi hozir Aqsoni dedi xristianlar yana bu Quddusni oldi-ku dedi. Shunda usta aytadi, o'sha usta. Men qo'limdan ustachilik keladi dedi. Men minbar yasadim yaxshi niyat bilan. Kimdir bir yoshlardan biri chiqar shu yerni fath qilar dedi. Men minbarimni yasab qo'yaver, fath qiladigan odam olib borib keyin qo'yar dedi. O'shani ko'rib turadi-da, Salohiddin Ayyubiy yosh bola-da. Men fath qilishim kerak, men shu minbarni dedi. Usta yasagan chiroyli naqshinkor minbar bo'ladi. Bu niyat qiladi, oxir qarangda Alloh niyatiga yetkazadi. 12 yashar bolaning niyati amalga oshib, fath qiladi Quddusni. O'sha nimani oldiradi keyin yurtidan. Turkiyadan oldiradi shuni. Hozirgi Turkiyada Anadolu deydi, hozir u paytda Anadolu bo'lgan. Shu minbarni qarangda, usta o'lib ketdi, Salohiddin Ayyubiy olib kelib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Ezgu niyatga bir odam yetishtirmaydi. Har bir odam o'sha niyatga yetishish uchun o'zini vazifasini qiladi. Jurnalist, politolog, siyosiy ekspert o'zini siyosiy tushunchalarini tushuntiradi. Yana kimdir harbiy o'zini ishini qiladi. Bir boy moliya jihatdan yordam beradi. Mana shunday qilib boriladi. Hamma ishni bir odam qilib bera olmaydi. Mana shu minbarni qo'ygan, o'sha minbarni qarangda. 1961-yilda bir iflos Avstraliyadan kelgan Yahudi yoqib yuborgan shu. Uni rasmlari bor, yoqqan, cho'r. Yo'q bo'lib ketgan. 1961-yilgacha turgan Aqsoda shu minbar. Usta yasagan minbar. Shuning uchun men konstitutsiyamni yozganda ham utopiya qachon bo'ladi bu deydi. Ana shular johil odamlar. Ey, jinni, johillar, yaltoqlar. Bobomurod Abdulla yozadi, qoldiradi. U uni vazifasi shu. G'oya berish. Proyekt chizib berish. Bir yosh kelar, umri poyoni yetsa, Alloh qattiq niyat qilsa, Alloh uni yetiradi. Shu konstitutsiyani qabul qiladigan avlod ham chiqadi, Xudo xolasa. Uni tarbiyalash kerak. Salohiddin Ayyubiylarni yetishtirishimiz kerak. Men hozirda aytaman. Men kitobimni kelajak avlod uchun yozib qoldiryapman. Bu avloddan, ayniqsa o'zim tengilarda umuman men niyatim yo'q. Bir sürü qo'rqoq, muti, yilqov, iloji yo'q endi men.
Endi shu hammani yevroya bo'ldi. Nima qilamiz endi bu yog'i? Men shundaylarning ichidan yashagandan nafrat qilaman. Lekin men ishonchim komil, shunday avlod yetishadi, bizlarni yozganimizni, chizganimizni, konstitutsiyalarimizni, proyektlarimizni, hatto 100 ta ko'rsatuvimizni ko'rib ilhomlanib amalga oshiradigan avlod keladi. Ana shular uchun men bu narsalarni aytyapman. 5 ta odam toping deganning mazmuni shu. 5 ta ishlaydigan, shu g'oya yo'lida, maqsad yo'lida ishlaydigan odamlar toping dedi. Menga bittasi aytyapti, Bobur aka deydi, kecha Fakt va fikr kanalingizda 4,5 mingta odam bor edi, 3900 bo'lib qolibdi deydi. Endi 5-600 odam yo'q deydi. Kamayib ketyapti. Men o'zim kamaytirib o'tiribman ularni. Nima qilib deydi. U so'kinadi, boradi, misol uchun Tavrot qachon o'zgartirilgan deydi, isbotlab ber deydi. O'sha nima iqrochi, aroqiro, cho'chqirochilar. Ularni nima qilaman men yonimda olib? O'zim bloklab qo'yapman. Ba'zilar o'zlari ketyapti. Menga ularni ozaygani kerak. Menga ishlaydigan, g'oyaga sodiq, oz bo'lsa ham odam qolishi kerak. Do'stlar, buyuk ishlarni esdan chiqarmanglar mana. Mana shu gap даже sitatam bo'lib qolishi mumkin. Buyuk ishlarni kichik jamoalar qilgan, hamma. Buyuk ishlarni katta soni kattalar qilmaydi. Rasululloh alayhi vasallam Makka shahridan chiqqanda 15 ming shahar aholisi bo'lgan. 15 ming shaharda 200 odam ergashgan. 200 odam, 1% nechidir? 2% ga ham yetmaydi. Lekin shu 200 odam Madinaga borib qancha ko'paygan, qancha ishlarni qilgan. Da'vat qilib. Bizda ham kichkina bo'ladi. Bu yoqda 70 ming, 60 ming bo'lyapti mana Fakt va fikrda YouTube'da. Facebook'da yana bir 7 ming, 8 ming bor. Bu yoqda bir 4 ming. Ular bir 70-75 ming odam. Kichkina jamoa. Lekin shu kichkina jamoa o'zining ishiga, vazifasiga sodiq bo'lsa, maqsadiga sodiq bo'lsa, buyuk ishlarni qiladi. Umid shulardan. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Men bitta savolga javob beraman deb chalg'ib qoldim shekilli. Tojiklarni maqsadi bizning yerlarni o'zlashtirishmi? Qurollanishni maqtamoqda Ironiylar bilan. U Rossiya gijgijlayapti. U Tojikistonni oddiy aholisi O'zbekiston bilan ishi ham yo'q. Biz yerlarga ko'zamola o'tirayotgani yo'q. Shunday sotqinlar bor. Ozgina pulga darrov qo'shlar bilan urush qilishga ham tayyor turadi. Turkiya xalqining g'oyasi bormi? Turkiya xalqining shu anda g'oyasini bilmayman men. Turklarni birlashtiramiz biz degan g'oyasi bor, lekin amalga oshishiga amalda mutlaqo boshqa ishlar bo'lyapti, unga qarshilik bildirmaydilar. Turk xalqlarini boshida biz turib biz birlashtiramiz boshini deydi, lekin mana men o'zbek turkman misol uchun, o'zbekistonlik turkman. Bizga o'xshaganlarga mana izin yo'q. Bergan iqomatini ham noqonuniy ravishda bitta bir salay nazasi bilan olib qo'ydi. Bunday odamlar qanchasini chiqarib yuboryapti. Lekin arablar bemalol yuribdi. Sen shunaqa g'oyang bor ekan. Nima uchun sen shuni talab qilmaysan rahbariyatingdan? Nima uchun sen prezidentingdan talab qilmaysan? Qo'rqadi chunki. Qamalishdan qo'rqadi. Davlat yapsa deydi, qil deydi. Bular davlat desa svitoy bular. Davlat desa hukumat bilan davlat farqiga bormaydi bular. Davlat bizning yerlarimiz degan narsa yo'q. Shu dedi MIT, Tashqi ishlar vazirligi, istixborotlar, ular qildim. Ular seni dedi bekor. Demak haqqi bor ularning dedi, seni chiqarib olish. Chiqaraversin. Men bu yerda sudning hukmini kutib yashayapman. Bilaman sudning oxirgi bitta sudim qoldi 3 tadan. Ikkitasida men zararimga nohaq hukm chiqarishdi. Isbotimiz yo'q desa ham isboti yo'q vazirlik foydasiga chiqar. Uchinchisini ham chiqarib yuborsin Turkiyadan deb chiqaradi. Men bilaman. Lekin menga shu bosqichni shu yerda o'tash kerak. Nima uchun? Biz advokatlarimiz bilan xalqaro insof sudiga beramiz bu Turkiya hukumatini. Chunki vazirlikni, davlatning odamlari kelib turib 3 ta joyda bizning isbotimiz yo'q buni aybi borligiga. Shubhamiz bor deyapti-da, shu bo'yicha ularning davlat o'zining vazirligining foydasiga meni zararimga qaror chiqaryapti. Bu mutlaqo mumkin emas. Lekin men
Strasburg sudiga berishim uchun mana shu oxirgi bosqichini ham shu yerdan o'tishim kerak. Mana shu yerda o'tirishim kerak. Hamma apellyatsiya bosqichlarini o'tishim kerak. Men bu yerga yopishib yotganim yo'q. O'sha keyinchalik Turkiya hukumatini xalqaro sudga berishim uchun men shu yerda bo'lishim kerak. Bo'ldi. Men uni O'zbekistonda turib ham beraveraman, boshqa yerga chiqib ketmam. Farqi yo'q menga. Menga kelib turib, kanalingni yopasan dedi. Menga yomonlik qilganlar menga yana yaxshilik qilmoqchimiz. Yopilsa menga yaxshi bo'ladi. Sizlar o'zi menga yomonlik qilib bo'ldinglar, tuhmat qilib qo'yibsizlar menga. Terrorist basharalar. Turkiya to'g'risida ko'p gaplashamiz. Turkiya to'g'risida ko'p gaplashamiz. Bularning ichkarida nimalar bor, qanday odat, bularda urf-odat, nimalar qiladi bular. Hukumatda kimning kelajagi umidi bor xalqi uchun? Savolni tushuntirib yozing Vahidjon Boboxo'jayev. Men Montesquieu'ning Qonunlar ruhi kitobini o'qiganman. Men birov so'rabdi bu yerda. Men aytib o'tdim, 2 marta qaytaryapman. Yaxshi kitob. Bizlardagi diktatura rejimlari uchun kerak. Xalq nimani xohlasa shu qonunlarda aks etishi kerak degan narsa g'oya. Lekin xalq bilasizmi, inson ideologiyaga beriluvchan, ideologiyani oldida ojiz bir mavjudotda. Ayniqsa ko'p odamlar olomon shunday. Nimani ko'p targ'ib qilsang shu tarafga ketib qolaveradi. Misol uchun bir 5 yil O'zbekistonda seks film qo'yib, fahshlar, kinolar qo'yilsa, bizda ham xohlab qoladi shunday. Publichniy dom ochadigan qonun qabul qilaylik deydi. Ideologiya ta'sirida bu. Ideologiya ta'sirida bugun unday qonun, ertaga bunday qonun qabul qilaversa, unda adolat qayerda qoladi? Mana ideologiyaga berilsa-da insonning huquqi shu hayvon bilan yoki yosh bolani, yosh qizchani zo'rlab kayf qilsa, beraylik shu huquqni unga, zo'rlasin desa. U kichkina bolani huquqi nima bo'ladi, uni kelajagi? Ha? Ideologiyaga berildi. Ha, davlatning ideologiyasi propagandadan himoyalangan, propagandaga ta'siri bo'lmasligi kerak. Odamlar propagandaga berilib u yoqqa bu yoqqa ketib qolishi mumkin. Lekin davlatning adolat prinsiplari o'zgarmas bo'lishi kerak. O'zgarmas bo'lishi uchun davlatning adolat ideologiyasi Allohning adolat prinsiplariga asoslanishi kerak. Chunki Alloh inson emas. Uni nafsi bizani manfaatlarimizdan kelib chiqmagan. Adolat uchun yuborilgan qonunlar. Bizlar bunga tayanib qonun qabul qilaylik, konstitutsiya qabul qilaylik desang, shariat davlat qurmoqchimisan? Qirchon sen shariat degan narsalar hadis bo'yicha qurilgan. Mutlaqo inson huquqlari yo'q bu yerda. Shariatda. Hadisga 70% qonun hadisga asoslangan. 6 yoshli qizni nima uchun nikohlab olib ketyapti Afg'onistonda? Hadis baza shunga. Payg'ambar shunday qilgan, Buxoriy yozibdi deydi. Buxoriy aldamaydi, u svitoy deydi. Demak, biz Afg'onistonda ham 6 yoshli qiz berishimiz kerak edi nikohlab. 9 yoshda boboy uni yotog'iga olib kirish kerak. Mana sizlarga shariat. Bu adolat emas, bu shariat. Adolat Qur'onda. Hadisda adolat yo'q. Chunki Buxoriyning nafsi qo'shilgan unga. Sotqin Buxoriy. Do'stlar, savollar yo'q, bir nima deydi, jiddiyroq savollar yo'q. Shuhrat Jo'rayev yozibdi. Yo'q, savol emas ekan u. Hamid Sodiq to'g'risida yozibdi. Hamid Sodiq uni Montesquieu'ni butun kamchiliklarini ham aytinglar. Sizlar Montesquieu'ni ulug'lab yurmanglar. Mana kecha bugun kanalida ko'rdim. Xivada Fikrat a'zolari qonunlar ruhi bo'yicha Fikratning a'zolari bilan uchrashuv bo'ladi deb. Endi u Fikratdan u Xivaga kim borgan? Hamid Sodiq borgan, boshqasini bilmayman. Lekin o'sha Xivada ham aytish kerak. Montesquieu'ni hamma faqat yaxshi tomonini aytavermay, o'rtalar Montesquieu bir iflos bo'lgan o'zi bunday olganda, to'g'ri yozgan ko'p narsani, lekin islomni qoralagan zo'ravonlik
qilich va xotinbozlik dini degan. Yevropa odami islomni qabul qilishi mumkin emas degan. O'zi demokratiyani nima qilsa ham. G'arb din dushmani bo'lgan deb o'shani ham aytib o'tish kerak. Va qonunlar ruhiga ergashtirilsa, ertaga xalq nima deydi? Pedofiliyani xohlab qolsa, qonunlar ham shunga javob berish kerak degani emas deb bu tomonni ham tushuntirish kerak Hamid Sodiqova. Men shunday fikrdaman. Shu bilan bugungi jonli yayinga yakun yasayman. Sog' va salomat bo'linglar. Bizlarni Telegram kanalida kuzatib boringlar. U yerda kundalik kichkina xabar nimalar berib boriladi. Hafta 7 kun ichida esa mana shunday jonli yayinlar bundan keyin yana berib borishga harakat qilaman. Kitobimni qiyin qismi o'tib, sal qo'lim endi bo'shayapti, xudo xolasa. Bundan tashqari mana bu sionist Kamol Yo'ldoshni Qur'on tafsiri tarjimasi borasidagi ko'rsatuvlarni ham shu bir 15-10 kunlarda boshlab qolaman. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Sog' va salomat bo'linglar.